yuzingga jon bilan tobandaman. Mehri ravshan dil bekin tobandaman. Mehri ravshan dil bekin tobandaman. Ko'rganim sen gulistonim ko'zim, zavq birla gul bekin burxandaman. Zavq birla gul bekin burxandaman. Berdim bir yo'la yo'lingda men, ishqing ila qiyomat sindaman. Jonni berdim bir yo'la yo'lingda men, ishqing ila qiyomat sindaman. Ishqing ila qiyomat sindaman. Такие мягенькие, лапочки такие. Men senga jon berla oshiqman vali. San nigoro qandasan, man qandaman. Sen shahanshohi zamonsan husnilar, hofizi bechoradek man bandaman. Hofizi bechoradek man bandaman. Sen shahanshohi zamonsan husnilar, hofizi bechoradek man bandaman. Hofizi bechoradek man bandaman. Финал, молодец. Tabriklayman. Вообще красавчик. Gap yo'q. Shuni kutganman. Voy, вообще atas. Rahmat sizlarga. Mazza qildik. Qoyil. Hey, bo'ldi. Bu haqiqatdan 12-13 yoshli bolalar. Qoyil lekin bunaqa bu qo'shiqlarni eshitganda insonni beixtiyor etlari jimirlab ketadi sahna ortida. Shunaqa mazza qildim. Qoyil kiyim, do'ppilar, galstuklar qilib qiziq. Yoshini ham Cholg'ularni qarang. yoshini. Bu qiziq galstuklarni qayerdan oldinglar? Marg'ilondan oldik. Botir akani garderobidan olishgan. Garderobdanmi demoqchiman? Botir akam bermadilarmi? Ustoz qilib berdilar. Qoyil. Sog' bo'lsinlar. Gap yo'q. Muxlisjonlarga haqiqatdan yoqdimi? Ilhom aka. Men mazza qildim. Men uchun bu 3 ta Sherali Jo'rayev bo'ldi. Rahmat sizlarga kattakon. O'zimizning milliy ijodimiz gullab, yashnab, butun dunyoni lol qoldirsin. Rahmat sizlarga. Davom ettiringlar.
Sevar Nazarxon. Til ojiz, chunki endi bularni yoshi, ruhiyat ham o'sha komandaga отдельно katta rahmat. Bolalar zo'r qilib berdinglar atmosferada. Da. Atmosferaga gap yo'q. Mana Mana bu o'rtadagi yigitimiz ish qilib ko'z bilan o'ldiradi hammani, xudo xolasa. Ha? Judayam uchalasi ham har xil. Mana shu 10 tomondagi yigitchamiz judayam romantichniy bola, ko'rinib turibdi-da, yuragi bilan yashaydi. O'rtadagi KAMAZ bor-ku, traktor, buldozer. O'sib, o'tib hammani o'ldiradi, kuydirib bor-ku. 3-yigitimiz kichkinagina Sherali Jo'rayev, xuddiga. Men uchun shunaqa sezildi. Umuman olganda 10 baho va eng asosiysi shu ustozimizni Sher akamni chin dildan yaxshi ko'rardim. Bilsanglar agar biz ham qarindoshmiz Sher akam bilan birgalikda. Va mana shu meros yashaydi baribir. Davom ettiryapsizlar Holimizmi yo'qmi yashaydi, yana undan buyoq ko'p yillar yashaydi. Chunki bunaqa ovoz o'zimiz bilamiz, necha yilda bir marta tug'iladi. Iltimos qilib qolaman, ustoziga Botir Qodirovga qarshinglar. Ha, Botirjonga gap bo'lishi mumkin emas. Dadingiz mana, gap yo'q. Rahmat. Rahmat. Botir aka, nima deysiz? Men juda ham xursandman. Eng avvalo xursand bo'layotgan narsam rahmatimni aytmoqchiman. Zo'r TV telekanaliga, Zo'r TV umuman rahbariyatiga, barcha ishchilariga, mana shu loyihani ustida ishlayotgan barcha ishchilarga, barcha mehnat qilayotganlarga mana shu imkoniyatni bizga bergani uchun, umuman o'zimni jamoamga, vokal o'qituvchilarga, Egamberdi akaga rahmat. Birga shug'ullandik. Nahidaga rahmat, Malikaga rahmat. Mana shu bolachalar bilan har doim mana shu kiyimlar ustida do'ppil hammasini tashkillashtirgan, yana menga ham qaraydi orada, hammani bog'lab turadi. Malikaxon sog' bo'lsin. Juda to'g'ri yoshga berdingiz shu qo'shiqni. Da, alohida rahmatim Timurga, umuman butun jamoaga, Syomishniy gruppaga. Salimovga? Da. Timurchik rahmat. Timurga rahmat. Salimov bizning prodyuserimiz. Da, prodyuserimizga. Mana shu meni ichimdagi holatni mana shu sahnaga olib chiqishimga yordam bergan hammaga rahmat. Bolajonlarim, hammanglarni yaxshi ko'raman, sizlarga rahmat. Bu qo'shiqlar yashash kerak, bu qo'shiqlarni aytish kerak, bu qo'shiqlarni yoshlar aytish kerak, hamma aytish kerak. Chunki bu ovoz loyihasi, bizni O'zbekistondagi loyiha, bizni o'zbek milliy qo'shiqlarimiz, bizni tilimiz, bizni milliyligimiz, bizni kuylarimiz, bu juda ham bir aziz, yaxshi xalq. Buni butun dunyo ko'rish kerak. Butun dunyo ko'radi mana shu ovoz loyihasi orqali. Men faxrlanaman shunaqa o'zbek san'atimiz, o'zimizning go'zal san'atimiz borligidan. Xudo xolasa butun dunyo ko'rsin. Mana shu loyihada aytilayotgan o'zbekcha kuylarimizni, ohanglarni, umuman hamma ishtirokchilarni butun dunyo ko'rsin. Va ana shu qo'shiqlar yashasin. Men otamning qo'shiqlari yashashi tarafdoriman. Sog' bo'linglar. Xo'sh, yigitlar, sizlarda qanaqa fikrlar endi? Ko'z yosh boshlangandan oldin sizdan bitta iltimosim bor. Men sizga shogird tushib kim kelyapti? Meni bitta ashulani o'rgatasiz, Sherali Jo'rayev ashulasini. Bo'ldi, hammanglar eshitdinglar? Bo'ldi. DJ Piligrim Botir akaga shogird tushdi, Sherali Jo'rayev ashulasini aytadi. Qarsanglar. Sensatsiya! Bugundan Botir Qodirovning yangi shogirdi DJ Piligrim. Keyingi safar do'ppilada chiqib kelsangiz boshqacha bo'ladi lekin. Botir aka kutaman. Imijni kutaman. Do'ppilada chiqib kelib, bu yigitlarda nima gap ekan? Bu yigitlarda nima gap? Men 100% bilaman. Bu uje 3 ta o'g'illari, uje o'g'il sifatida ko'ryaptilar bu uchalasini. Bular gapirmoqchi, Ilhom aka gap bermayapsiz bularga. Ilhom gapiring. Avvalambor assalomu alaykum barcha ustozlarga. Ustoz, sizga ham kattakon rahmat. Shunday bizni shu joygacha olib chiqdingiz. Avvaldan bizni tanladingiz. Kattakon rahmat. Men xursandman shu joygacha kelganimga. Malades. Meni bu yoqqa olib kelayotgan onam. Kim? Xursandman onam. Rahmat sizga. Ayajoningiz qani ayajoningiz? Yig'lab ko'tarib qo'ying. Go'zal o'g'lingiz bor, ko'z tegmasin. Ajoyib. Nimaga yig'layapsiz? Xursandchilikdan onajonlarning oldida. O'zi qo'rqib ketyapman shu yoshlarni ko'rib. Yo'q, xursand bo'lib ketdilar. Stress. Hamma ichida ushaverib, shuncha paytdan Zo'r beri. chiqdi.
Sizdachi? Sizda nima gaplar endi? Assalomu alaykum. Avvalambor hammaga, ustozlarga kattakon rahmat aytaman. Kecha dadam tug'ilgan kun edi. Bugun chetda tabriklagim keldi. Tabriklang. Dadajon tug'ilgan kuningiz bilan deng. Dadajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Avvalambor assalomu alaykum ustozlar. Sizga katta rahmat aytaman. Shu sahnaga chiqishimga, qayrilganingiz uchun kattakon rahmat aytaman. Ota-onamga rahmat aytaman. Shu sahnaga chiqib turishimga sabab bo'lgan yaqinlarimga kattakon rahmat aytaman. Muzikantlarga ham rahmat, yaxshi chalib berishdi. Ustoz, Hozir Botir Qodirov aniq juda qiyin ahvolda. Ustoz bosing devoringlar birga teng. Ustoz bosing. Ana ustoz. Bosing ustoz endi. Hayajondalar, hayajondalar. Diqqatga chap qo'yinglar. Hayajondalar. Men ham bitta narsani aytyaptiki, men sizlarni hammanglar bilan keyinchalik ham ishlashga tayyorman. Keyinchalik ham ishlashga tayyorman. Bu loyihadan tashqari sizlar hammanglarni yaxshi ko'raman. Bilasizlar-a? Hammanglar men uchun qadrlisizlar. Bugun men keyingi bosqichlarda men ishlab ko'rmoqchi bo'layotgan ishtirokchimiz, men bilan qoladigan ishtirokchimiz bu Muhammad Zohir. Bo'ldi, tabriklayman. Yig'lamang. Nima yig'layapsiz? Muhammad Zohir. Bo'ldi, yig'lamang. Qarang, ustoz oldi. Bor, ustoz oldiga bor. Yig'latib yubordinglar bizani, boru. Ovoz bolalar loyihasida Botir Qodirov jamoasida Muhammad Zohir qoldi. Tabriklayman. Ishlaymiz. Zo'r Zo'r asarlar yarating. Невозможно sizlarni. Qo'yib yuborish boru. Rahmat ijro uchun.